Toshkentda uy ololmasdan qiynalib yurgan insonlar, shunaqa insonlar ko'p-u, tanishinglar ham bo'lsa kerak. Shunaqalarga nima maslahat berasizlar? Masalan, kecha ham 4-5 kun oldin bitta video qo'yuvdik. O'sha uy olish haqida ozgina tam life hack deydimi yoki ozgina tushuncha ham beruvdik. Bir opa ko'rib, kecha telefon qilibdilar. Ukam shu uy olmoqchimiz, 10-15 yildan beri uysizmiz, qiynalib ketdik. Nima maslahat berasiz uy olishga deb telefon qilibdilar. Endi to'g'risi bir narsa deyishga ham odam xijolat, chunki aqllilik qilish hammaning qo'lidan keladi-da, lekin bir aniq bir tayinli bir gapni gapirish o'zi qiyin-da. O'shaning uchun kommentariyada yozinglar shuni. Nima qilsa uy olsa bo'ladi, nima yo'l yo'riqlar. Endi aniq mana bunaqa yo'l bor deya olmaydi hech kim. No, masalan 10 yil, 15 yil siz uysiz yurib, mana yaqinda uyli bo'lganlar ko'p-ku, to'g'rimi? Masalan, uy olganlar, nasib qilganlar bor-ku. Sizlar nima qildinglar? Shular yozinglar, iltimos, yaxshi insonlar bor-ku shunaqa insonlar. Просто erinmasdan shuni yozib chiqinglar. Duoylarda nima qilgansizlar? Kechqurun har bir inson duo qiladi-da, baram yaxshi uylar nasib qilsin deb. O'sha aytib o'tinglar kommentariyada, iltimos, chunki uysiz insonlar juda ham ko'p ekanda. Kecha shuni tushunib yetdim. Ana opa ham telefon qilib, ana endi ko'pchilik yordam so'raganda pul ma'noda so'raydi, ular shunchaki maslahat so'rayaptilar-da. Endi men ancha yoshman, ulardan bir narsa deyishga ham odam xijolat, lekin bu tajribali insonlar ko'p, hayotida har xil vaziyatdan chiqqan insonlar bor. Sizlar iltimos o'zinglar o'sha hayotingizda bo'lgan narsani yozib o'tinglar. Kimgadir o'sha foydali bo'lib, o'sha yo'lingizdan yurayotgan bo'lishi ham mumkin, motivatsiya bo'lib, o'sha uyni olishga tezroq sababi bo'lishi mumkin. O'shaning uchun erinmasdan iltimos yozib chiqinglar kommentariyada.